Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ajoyib joyga kelib qoldim. Xudo xolasa sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qaranglar. Atmosfera dahshat. Eski baliqxonalardan yaqinda ish boshlashadi. Mana ko'rib turganlaring eski buloq. O'zi suv chiqib turar ekan. Suv juda ham shirin. Bu yerdagi manzarani ko'rib, odam bormi, yo'qmi deb o'ylab qolasizlar. Hamma sharoit bor. 360 kamera bor. Baliqxona xudo xolasa tez orada ishga tushadi. Akalar ketyapti. Ko'pir qaranglar. O'tamiz. Oy. O biroz charchabdi. Yomg'irda nima qilgan baribir. Hoppa. Bu yerda tabiiy baliqlar yetishtirilyapti. Qanday manzara. Boya ko'rsatgan ikkinchi dacha. Qaranglar. Chet elda ko'rganlaringga o'xshaydimi? Qaranglar. Eng chiroyli joy. Ana shunday joylarga kelib, damni olib, va xudo akaxonlarga o'xshab daryo bo'yida o'tirish hammaga nasib qilsin aka. Kimga lokatsiyasi qiziq bo'lsa, telefon nomer qoldiraman, chiqaverasizlar.